Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hammalarga alangali salom. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, mana dekorativniy parrandalarimiz tuxumlab turishibdi. Xudo xolasa ko'pchilik dekorativni ham so'rashyapti mana. Ishqibozlar bo'lsa, tuxum jo'jalardan yig'ib beraman. Jo'jalari ham bo'lib turibdi. Tuxumlardan beraman. Xudo xolasa mana tuxumlab turibdi. Tuxumi 20 ming, jo'jasi 50 mingdan sotilyapti. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Buning nomi Lakenfeller deydi. Ham dekorativniy, ham tuxum yo'nalishida bu. Go'sht yo'nalishida desa ham bo'laveradi. Chunki xo'rozi standartda, xo'roz makorlar so'yib yesa ham yaxshi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bular Golland. Xo'roz o'lib qoldi, o'zidan o'zi shamollab qoldi. Endi bu makon kurki bo'lib qoluvdi, kurkidan turgizib yubordim. Mana yana tuxumlashni boshladim. Xolos, mana 1-2 yil xo'roz qo'shib qo'ydim. Bu 1-2 yilga ikkita makon, bularga bitta xo'roz, endi parlamasam bo'lmaydi. Sababi kuzgacha ochirsa ham bo'laveradi-da, bu dekorativniy parrandani hech qanaqa bir erta kechi yo'q. Bu dakam emas, chunki bu erta ochirding, kech ochirding deydigan. To'g'ri bo'lib qolsa bo'ldi, любой payt. Manzil Namanganda, telefon nomerim 93 604 52 52. Doim aloqadaman. Telegram, WhatsApp, imo bor musofir yurtdagi akalarimiz uchun. Mana shu 1-2 yil jo'jalardan ham chiqardim. Xudo xolasa ishqibozlariga qilib beraman. Gollandnikidan rosa ko'p ochirdim. Mana bu yerda ham bor. Bu Golland bu. Shalla. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bular yakagama deydi nomini. Bular juda ham dekorativniy, ham bu kurki yo'nalishida juda zo'r kurki bo'ladi. Shu bir 5-6 tuxum yig'ilib qolsa bo'ldi, kurki bo'lib qolaveradi. Mana shunaqa zotdan mana tuxumlabdi, Xudoga shukr. Mana shu tuxumi 40 ming so'm, hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, sotuvdagi xo'rozlardan mana kunda zotga qiziqqanlarga aloqaga chiqaverasizlar. Avgust oyida chiqqan. Bu yil kuzga nomiki xo'rozga urushib beradigan xo'roz tengiga. Aloqaga chiqaverasizlar, shunaqasi kerak bo'lsa. 4 kilo atrofida hozircha. Otasini ham onasini ham urushgan jangi bor, o'zini ham urushgan videosi bor. Telegram kanalimga tashladim. Azizbek zotlari deb yozsalaring Telegram kanalim chiqadi. Xo'rozbozlar uchun ochib qo'ygan kanalim bor. Telefon nomerim 93 604 52 52. Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor. Yana bitta dekorativniy tovuqim Phoenix deydi nomini. O'ta darajada go'zal. Elda patlarini qaranglar, yerga sudralib yuradi. Mashallah ham jo'ja tuxumlardan bor, xudo xolasa ishqiboziga qilib beraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu yil bu tovuq ham qimmatlab ketdi. Xo'p, endi hurmatli obunachilar, mana Golland jo'jalardan bormi deydi yo'llarga. Kallasi oqidan. Bu boshqalardan olib kelganman tuxumini, o'zimnikidan, sababi xo'roz yo'q edi. Keyin yoshroq xo'roz qo'shgandim, baribir o'lib qoldi. Bular o'ta originaldan chiqqan. Shu привозной zotlardan, chetdan kelgandan chiqqan. Hozirdan shapkalari bilinyapti jo'jalar. Golland jo'jalari qanaqa bo'ladi deganlarga, ana. Shunaqa bo'ladi. Mana shapkasi boshida oqi bor. Xudo xolasa ishqibozlarga qilib beraman bundan ham. Mana Phoenixim. Shunga makon kerak. Kimda Phoenix bor. Kelishib qolsa olaman. Bozordan olib kelgan qo'yapman. O'tgan yil qirilib ketdi jo'jalarim, tovuqlarim, polni. Bozordan olib kelib. Bu yil bozorga borgani ham vaqt bo'lmayapti-yu. Umuman bozordan qush ham olib kelganim yo'q. Mana hurmatli obunachilar, bular sal kattaroqlari, jo'jalarning kattaroqlari. O'tgan videoda ham qo'ygandim, mana bu safar ham qo'ydim. Mana Gollandni jo'jasi kattarog'i. 1-2 yilniki bor. Phoenix bor ichida.
Shunaqa. Kerak bo'lsa ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r pul berganga, puli qiziqtirsa, puli kay bersa sotilar deydi. Mana shunaqa. Bo'lmasa katta qilib xudo xolasa mana kul gallant ham chiqdi mana. Oq bilan qorani qo'ysa kul chiqargan shunaqa. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Aytgancha yangi kuzatuvchilar uchun manzilimiz Namanganda, hurmatli obunachilar.